Hocaga ikkita iPhone 17 puliga ayolingizga shunaqa oshxona qilib bergan bo'larmidi? Qarang, hozir shuni birgalikda analiz qilib chiqamiz. Kirishda birinchidan chapda bitta muzlatgich qo'yilgan, keyin mikronovka, duxovkani joylashtirganmiz. Keyin yana bu yerda moykadami gaz plita, moykada ham ozroq joy qoldirganmiz 40 santimetrli atak bemalol erkin yuvishlari uchun. Keyin bu yoqqa gaz plita joylashtirganmiz 40 santimetr, keyin bunaqasi gaz plitani yaqinroq joylashtirgan sababi mana avvalni bo'lganligi sababli o'shani evaziga qisqardi va avvalgi joylarga duxovkamizni joylashtira olmagan sababli shu o'rtaroqqa joylashtirdik gaz plitamizni. Keyin bu tarafda esa почти 1 metrdek joy bor. Bu yerda blenderlarini, shunaqa mayda narsalarni yana to'g'rab ishlatishlarda bo'ladi. Keyin mana yoqqa bir joylashtirganmiz. Hozirgi trenddagi zamonaviy oshxona dizayni shu bo'lmoqda. Keyin bu yoqqa panellarimizni joylashtirganmiz. Bu yerga har xil mantiqazon, shunga o'xshagan katta ish-to'g'lar, boshqa narsalar qo'ysalar ham bo'ladi. Keyin bu yerda oynali eshiklarni joylashtirganmiz. Bu xonani yanada ochish uchun va premium ko'rsatish uchun evaziga. Keyin qarang, bu yerga dimoxodimizni joylashtirganmiz. Dimoxodimizdan ham bitta barim vitishkamiz mana o'zimiz ilog'maydi. Masalan, hidini tortmaydi. Baribir o'shani evaziga mana bunaqa vitishkamizni ham joylashtirganmiz. Bu xonani yanada hidlarini tortadi va xonada приятный bo'lib o'tirasiz. Xudo xolasa. Keyin shunaqa dizayn qilib berganmiz. Bu yerda yonboshlaridan ko'rinishi. Endi esa siz bilan shuni ish chizmasini ko'rib chiqamiz. Bu o'lchovlar rejasini qilib chiqdik. Keyin mebellar joylashuvini qilganmiz bu yerda. Bu yerda esa santexnikalarni qo'yganmiz. Bu yerdan esa elektrikalari, yorug'liklari, shift rejasi, keyin patolog rejasi shunaqa narsalarni taxlab berdik mijozimizga.